Ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Sardor Mamadaliyev tomonidan Ko'rmishim, Bandaman hamda Karvon nomli musiqiy asarlarning ijro etilgani aks etgan videolar tarqaldi. Adliya vazirligiga ko'ra, ushbu asarlarning huquq egalarining roziligisiz ijro etilishi mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning talablariga zid hisoblanadi. Xususan, qonunning 19-moddasiga muvofiq muallif asardan har qanday shaklda va usulda foydalanish, jumladan uni omma oldida ijro etish hamda jamoatchilik e'tiboriga yetkazish bo'yicha mutlaq huquqlarga ega. Shuningdek, yuridik va jismoniy shaxslar qonunda nazarda tutilgan ayrim holatlardan tashqari asarlardan faqat huquq egasi yoki boshqa vakolatli shaxs bilan tuzilgan shartnoma asosida foydalanishlari mumkin. Asardan daromad olish maqsadida foydalanganligi yoki undan foydalanish bunday maqsadga qaratilmaganligidan qat'iy nazar bu holat asardan foydalanish deb e'tirof etiladi. Eslatib o'tamiz, qonunning 62-moddasiga ko'ra, huquq egasi yoki mulkiy huquqlarni jamoaviy asosda boshqaruvchi tashkilot bilan shartnoma tuzmasdan asarlarni takrorlash, tarqatish yoki boshqa tarzda foydalanish mualliflik huquqlarining buzilishi hisoblanadi. Shuningdek, qonunchilikka muvofiq mualliflik huquqlarini buzish fuqarolik, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi, deyiladi Adliya xabarida.